Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugungi bemorimiz sehr qilingan, ichiga jin kirgan degan gumon bilan domlalar tomonidan bizning yonimizga jo'natilgan. Videoda qo'yishdan oldin bu mijozimizga Qur'oni Karimni, Yosin surasini qo'ygandik, lekin xalqqa manfaatli bo'lsin deb gapirib videoda tushuntirib berishga harakat qilyapmiz. Xo'p, bu bemorimiz ikkinchi kungi litsenalarini olyapti. Birinchi kun litsenadan so'ng ancha o'zini yengil his qilgan. Kechagi litsenamizda juda ham ko'p qon chiqdi. Shuning uchun videoni qo'yishga YouTube platformasi yo'l qo'ymadi. Bugun sizga kam qon holatda qo'yib beryapmiz. Hijomaning asosiy yaxshi tomonlari sunnat amal bo'lib, buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham ko'plab bajarganlar. Bundan tashqari, sunnatga muvofiq kunlarda qilish bizdan dolzarb talab qilinadi va juda ham sterilni ishlashga majburmiz, chunki biz qon bilan inson tanasi bilan ishlaymiz. Bu litsenamiz bemorning tuzalishiga qarab 1 kundan 3 kun yoki 7 kungacha olib boriladi. Bu bemorimizga ikkinchi kun, birinchi kundan so'ng o'zini ancha yaxshi his qilgani uchun bugun vaqtli kunda kelibdi. Kimga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, yaqinlarga jo'nating, like bosing. Kommentariyalarda fikringiz juda ham biz uchun muhim. Qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada javob beramiz. Iltimos videoga like bosing. Bu bizning kanalimizning rivojlanishi uchun sizni qo'shgan eng katta hissangiz bo'ladi. Sog'lik va salomatlik sizni va oilangizni tark etmasin.